Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnika traktorlaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnika agregatlaringizni YouTube'ga hamda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bir kalitda zavodi bo'ladi. Zadnimoz korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Bu texnikani olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizga qo'shimcha agregati chizig'i bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikamizning manzili Toshkent viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizdan navbatdagi sotiladigan texnikamiz Jizzax viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Bu texnikani olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikaning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 35 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Akalar, mana shu pilik sotiladi, 4 korpus. 10-25 ga qo'shganman. Garantiyasi, ag'darishlari cho'tki. Traktorni tortmaydi, burmaydi. O'zim zakaz qildirib yasattirganman shu pilikni. Traktorni sotib qo'yganim uchun sotyapman buni. 10-25, 952, 892. 96 kuchidan katta traktorlarga bemalol bo'ladi. 80lar ham bemalol tortadi, lekin sal og'irlik qiladi. Lekin cho'tki, hech qayerda rama-pamada qayrilgan joylari yo'q. Atvar limixlari ham hali cho'tki turibdilar. O'zim ko'p ishlatilmadim. O'zi asosan ishim selkada ko'p ishlayman. O'zimning ishimda ishlagan puluk. Lekin cho'tki yasattirganman. Shu pulukni sotaman. Narxi 20 million kelishtirib beraman. Tayyor puluk. Traktor. Mana nasos. Hech qayeri ochilmagan.
252 saat o'tdi. Hech qanday bir changda nimada ishlamagan, top-toza cho'tki turibdi, hech qayeri kirlamagan, faqat sirti chang bo'lib turibdi, hali yuvilgan yo'q. Salondan kelgandan beri. Konditsionerli. Holat. Chang umuman o'tirmagan hech qayerga. Bitta yuvilsa cho'tki bo'ladi. Alt taraflarını ko'rsatayım. Zavodskiy remenlar ham almashmagan hali o'ziniki turibdi. Gulishtil. Pulukda umuman yurmagan. Pulukda yursa bu zanglab nima bo'lib ketadi. O'zini zavodskiy gulishtil mana emblemalarigacha turibdi. Mana kollektori. Kollektor ham aytib turibdi, agar pulukda yurgan bo'lsa, to'liq mana yergacha bu oxirgi nimasigacha kraskasi qolmay ketardi. O'zini rangida turibdi hali. Bir yuvilish kerak traktor. Voy bo'lyapti. Shu. Xullas shu traktor